Messi bu umuman boshqa daraja. Sen mehnat qilib o'z ustingda ishlab Cristiano Ronaldo bo'lishing mumkin, lekin aslo Leo Messi bo'la olmaysan. Do'stlarim, bir vaqtlar Bayer klubiga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasi doirasida Leo Messi pentatrik qayd etganidan so'ng bir rus futbol sharhlovchisi aynan mana shunday gaplarni gapirib o'tgan edi. Bahsida Leo Messining qayd etgan hat-trikidan so'ng nima uchundir aynan mana shu voqea esimga tushib ketdi. Va bugungi hat-trikdan so'ng Leo Messini qo'rqmasdan futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchi deya atashim ham mumkin edi. Lekin bunday qila olmayman, sababi bahsda hat-trik qayd etganligi uchun Messini futbol tarixidagi eng zo'r futbolchi deya atash bu bilmadim qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi va buning boshqa sababi ham bor. Chunki 2018-yilgi Rossiya yashil maydonlarida o'tkazilgan jahon chempionatida bunday ishni Ronaldo ham amalga oshirgandi. Faqat Ronaldo hat-trikni Aljer terma jamoasining darvozasiga emas, aksincha Ispaniya terma jamoasining darvozasiga kiritgan edi. Aljer va Ispaniya terma jamoalarining o'rtasidagi farq esa o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, ot bilan eshakchalik farq qiladi. Va yana bir muhim jihati, Argentina Leo Messi hat-trik qayd etgan bahsda Aljerni 3-0 hisobida mag'lub etdi. Ronaldo Ispaniya terma jamoasi darvozasiga hat-trik qayd etganida esa o'yinning hisobi 3-3 hisobida yakunlangandi. Do'stlarim, 39 yoshli Leo Messi hali ham futbol o'ynayotganligini va uni hali hisobdan chiqarish erta ekanligini eslatib qo'ydi. Juda ham ko'pchilik uni MLS ga ko'chib o'tganidan so'ng futbol maydonlarida porlamayotganligidan va ko'zga tashlanmayotganligidan nolishayotgan edi. Leo Messi esa barchasini jahon chempionatiga olib qo'ygan shekilli. Do'stlarim, bu bor yo'g'i birinchi bahs va bor yo'g'i guruh bosqichi xolos. O'zi umuman olib qaraganda Argentina guruh bosqichidan qiyinchiliksiz chiqsa kerak, chunki J guruhida Argentinaning raqiblari Avstriya, Iordaniya va Aljer terma jamoalari. Va Argentina terma jamoasining aynan mana shunday guruhdan joy olganligi ham biroz odamni o'ylantirib qo'yadi. Shubha tomonlama. Va Qatar yashil maydonlarida o'tkazilgan jahon chempionatida ham Argentina terma jamoasining maydonlarni penaltilarsiz tark etmaganligi ham bunday shubhalarimizni yanada oshirib yuboraveradi. Bu bor yo'g'i guruh bosqichi va Argentina guruhdan qiyinchiliksiz chiqadi. Hozirgina ta'kidlab o'tganimday, bunday terma jamoalar uchun haqiqiy sinov play-off bahslaridan boshlanadi har doimgidek va qolaversa hozir guruh bosqichlaridagi o'yinlarning barchasini tahrir va muhokamalar ham qilmayapmiz, chunki birinchi va ikkinchi turlar unchalik ham muhim bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston terma jamoasi uchun barcha o'yinlar muhim bo'ladi. Sababi bizning guruhdan chiqishimiz qiyin masala. Shuning uchun guruhdagi har bitta bahs biz uchun tarixiy bo'ladi. Va qolaversa bizning guruh bu o'lim guruhi. Bizning raqiblarimiz Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublika terma jamoalari. Bizning holatimiz Argentinaning holatidan 10 barobar, 20 barobar qiyinroq. Va qolaversa do'stlarim, Portugaliya bugun Kongo terma jamoasi bilan maydonga tushadi K guruhida. Do'stlarim, bugun K guruhiga ham start beriladi. Biz ham aynan mana shu K guruhidan o'rin olganmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Kongoga qarshi bahsda Cristiano Ronaldo Leo Messining hat-trikiga munosib javob bera oladimi yoki yo'q? Bu haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Va qolaversa yana bir nozik masala do'stlarim. Xullas, Portugaliya hamda Kongo terma jamoalariga pul tikmoqchi bo'lsangiz, u holda bizning Telegram kanaliga tezda obuna bo'lib qo'ying. Chunki Telegram kanalimizda aynan mana shu bahsga tikish uchun biz sizlarning har biringizga 5 million so'mdan bonus pullari ajratib qo'ydim. Iltimos, bu e'lon faqat futbol bahslariga pul tikishni xush ko'ruvchilar uchun. Agar siz futbol bahslariga pul tikmasangiz va bunday mavzulardan uzoqroqda yursangiz, bu gaplarni eshitmadim deya
tasavvur qilavering. Agarda bordi buning aksi bo'lsa va siz futbol bahslariga pul tikishni xush ko'rsangiz, u holda ushbu videorolikning kommentariyasidagi va opisiyasidagi manzillar orqali o'tib, Telegram kanalidan 5 million so'm bonus pulini qo'lga kiritib oling. Va do'stlarim, men sizlarning huzuringizga aynan mana shu bahs nihoyasiga yetganidan so'ng qaytaman. Ungacha esa futbolni sevib, u bilan yashashda davom etib turing. Omon bo'ling.